Mana bu hammamiz biladigan uzunlik o'lchovchi santimetrlarda. Hozir sizlar bilan 1 metrdan uzunroq o'lchamni topamiz. Qayerda edi? Mana u. Qadimda temirga ishlov berishni o'rganib olgan odamlar undan o'zlarini himoya qilish va hujum qilish uchun sovuq qurollar yasashgan. Sovuq qurol hisoblanadigan qilichning uzunligi mana shuncha bo'lgan ekan. Ba'zilari esa 110-125 santimetrgacha kelgan. Og'irligi esa 3 kilogramdan 7 kilogrammgacha bo'lgan. Bu birgina qilichning uzunligi-yu og'irligi edi. Lekin tarixdan ma'lumki, askarlar janggu jadallarda oddiy qilich bilan kifoyalanib qolmagan. Uni turli zarbalardan himoya qiluvchi zirhli sovut va dubulg'alar taqishgan. Bolalar, bir tasavvur qiling. Oddiy sovutning og'irligi 30 kilogramdan kam bo'lmagan ekan. Dubulg'a esa 2 kilogramga yaqin tosh bosgan. Qo'l va oyoqlarni himoya qiluvchi maxsus vositalarning ham o'ziga yarasha og'irligi bo'lgan.